Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Jangar jamoasining navbatdagi kuni, navbatdagi buyurtmamiz asosida kachollarimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, birinchi holatda kacholimiz Qashqadaryo viloyati Beshkent tumanidan kelib tushgan buyurtma asosida yasab berildi. 10 kW quvvatga ega, ya'ni 100 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinmoqda. 30 kg ko'mir sig'imiga ega. Barcha holatlarda kachollarimiz 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий leslardan yasab taqdim qilinmoqda. Xo'p, kacholimiz narxi 6 million so'mga baholandi. Ikkinchi va uchinchi holatda buyurtmamiz Qashqadaryo viloyati Sharqsabz tumanidan kelib tushdi. Demak, ikkalasi ham bir xil holatdagi kachollar. Ko'mir sig'imi 40 kg tashkil qiladi. 150 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda taqdim qilinmoqda. Bugungi kunda narxi 7 million so'mni tashkil qiladi. Xo'p, uchinchi holatda kacholimiz Yakkabog' tumanidan kelib tushgan buyurtma asosida yasab berildi. Kacholimiz 200-300 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega, 45 kg ko'mir sig'iga ega. Demak, bugungi kunda narxi 8 million so'mni tashkil qiladi. Xo'p, uchinchi holatda kacholimiz 300 kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinmoqda. Demak, keyingi kacholimiz ham 10 kW kacholimiz 100 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega. Ikkala kacholimiz Surxondaryo viloyatidan kelib tushgan buyurtma asosida yasab taqdim qilinmoqda. Demak, birinchi holatda kacholimiz 50 kg ko'mir sig'imiga ega. Ikkinchi holatda demak kacholimiz 30 kg ko'mir sig'imiga ega. Birinchi holatdagi kacholimiz xonadonga qo'yiladi. Bu kacholimiz demak xonadon ichidagi issiqxonaga taqdim qilinmoqda. Kacholimiz narxi demak 10 million so'm, birinchi holatdagisi 6 million so'mga baholandi. Hurmatli kuzatuvchilar, Jangar jamoasidan har xil ko'rinishdagi kachollarni yasab taqdim qilamiz. Ayni ko'rinishda demak quyidagi kachollarimiz buyurtma asosida yasab taqdim qilinmoqda. Endi navbat kachollarimizni o'z manzili tomon yetkazib berishdan iborat bo'ladi. Kachollarimizni demak dastlabki xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Shu dastlabki xizmati orqali o'zimizning hisobdan demak buyurtmachilarimiz manzilgacha yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.